Mashinamizni narxi naqd 30 ming dollar turadigan paytida biz buni yana olib turib, yana 30 ming dollar do'p qilgan ishlarimizni bitta detalli sanab berilgan. Yoki siz hozir YouTube kanalimizni ko'ryapsiz, to'liq holatda shoshmasdan mazza qilib ko'rishingiz uchun biz shu narsani YouTube'ga ham qo'yishga qaror qildik. E'tiboringiz markazida BMW 2026-yilgi ko'rinishdagi restylinga olib kelib qo'yilgan. Nimaga mashina narxi 30 ming deysizmi, 18 ming, 20 mingga ham bor-ku deyishingiz mumkin. Bunaqa 2013-14lari mashina atrofida deysiz. Bu yoki 100 ming ham yurmagan mashina, ya'ni 100 ming kilometr ham yurmagan. 89 ming va 90 ming deylik, 90 ming kilometr yurgan dodda mashina. Telefonni ko'rasiz, eksklyuziv servis tarafdan do'stlarimiz qilib berishgan mashinani rangiga moslab. Ana endi davom etamiz. Agarda siz bu mashinamizni rostakasini, ya'ni 180 ming, 200 ming dollarligini zakaz qilib olib keltiradigan bo'lsangiz, aniq mashina rangi uchun bir 7 ming, 8 ming dollarlar atrofida to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. M4larga, M5larga aytishadi 5 ming, 7 minggacha, bu kattaroq mashinaga 7 ming, 8 minggacha. Hali o'zim ptichka qilib, rangini tanlab zakaz qilmaganman, shu kunlar nasib qilib qolsa, xudo xolasa, o'shanday aniqroq bilaman. Xalq tili bilan aytganda, nima deydi ani? Bizani ham mana shu yo'nalishdagi tanish bilishlar, aka-ukalar aytishadi, 5 ming dollar, 10 ming dollar. Tipi shunaqa pul qilgan mashina rangini o'ziga. Xo'p, nimalar qilganmiz? Bu mashina bitta sanab beramiz. Bu YouTube kanalimizda xotirjam ko'rishingiz uchun yoki bitta choy damlab oling yoki kofe oling. Ko'k choy ham zo'r ketadi yoki qora kofe davlengizni oshirib qo'yishi mumkin. Maslahatim ko'k choy ichib yuring bu yog'iga. Xo'p, bizani ko'proq kattaroq yoshli auditoriyada akalar kuzatishadi, xotirjam shuning uchun mana shunaqa detalli gapirib beraman. Vaqtingiz olgan bo'lsa, ming bor uzr yoki ko'rishga arziydigan narsa bo'lgan. Birinchi o'rinda yubileyniy mamlakat logolari bilan mashinamizni aytib o'tamiz. To'liq holatda yubileyniy logolarini qo'yib berganmiz. Xo'p, yana nimalar qilganmiz mashinaga? Nimasidan boshlaykin to'g'rirog'i? Ha, aytgancha siz obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun bizani yengilliklar qo'yganimizda kelib turadi sizga yoki layklarni ayamang. Rahmat hammaga. To'liq holatda mashinamizning rangi sepilgan, bu udar bo'lmagan mashina bo'lgan. Yolg'on bo'lmasin. Orqasidan udar bo'lganda lyo'qki bamperni tedi difizori singan, biz yechganimizda yamalganini ko'rdik shu narsani. Hop, qolgan joyda unaqa strashniy udara hech narsasi yo'q. Aytib o'tgandek, mashinamizning to'liq holatda kraskalar sepilgan, kam ko'stlari qaralgan, paroklarigacha idealni qilib berganmiz. Nimaga unaqa deyotganim? Eshikni yoping. Va alaykum assalom. Mana bizdan bolajonim maktabga kelib qolishdi. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimi maktabdanmi? Va alaykum assalom. Anaqalarni olib kelyapsizmi, dada? Adajon qari, nima berdilar? Voy, malades, Ravshan Muhammad. Medal ham bormi bo'ldi? Salom. Kirib o'tirib turinglar. Hozir kiraman, hop. Ofisga mana ketdi. Ha, kirib hozir 5 minut hop mana shu tugatib olaylik. Bolalar maktabdan kelib qoldi. Xolasini qo'yib bu joyini. Xullas, mashinamiz to'liq holatda kraskasi sepilgan, udar bo'lgan joyini ko'rmadik, orqasida ozgina joydan tashqari. Aytib o'tgandek, mashinaning kraskasi toza bo'lgan olinganda, to'liq holatda mashinamizning oldi ko'rinishini alishtirganmiz. 2026-yil ishlab chiqarilgan BMW X6 M Competition qilib, oldira bamperlari alishgan, ablisovkalari detalli qilganmiz, yoki hamma narsasini kitobda deb bo'lgan. Ichidagi qizil mamlaqa X bo'lib turadigan joylarini ham shunchaki balonchik kraska yoki izolent o'rab qo'yilmagan, hammasi ishqalab, gruntobga kraskalar bilan bo'lgan. Supportlarni ham shunga mos qilganmiz. 4 ta mashinamizning supportlari, opornilari, diskalari, balonlari, xadovoylarigacha qilingan, hamma narsasi yengi qo'yilgan. Xadovoyda ham qilinadigan ishlar hammasi qo'yilgan, moylarigacha alishtirib qo'yganmiz. Ko'rinishdan, ust ko'rinishdan mana ko'ryapsiz-ki, aytib o'tganda yon paroklari, hamma ish qilingan. Bakoyning anaqa em quloqlari e'tiborga tortadigan joyi, buni 360 gradusli kameralarni ham qo'yib berganmiz. Bu mashinaga juda ham zararli, katta SUV kuzovdiligi. Salon qismiga bitta o'chitonni orqasini bitta ko'rsataylik, keling. Hurmatli operator, azamat jonim, baraka top. Men spoilerlarni ko'ryapsizmi-ki? Mashina o'rtoq yechib chiqarib olmasang bo'lmaydi deb
originalini Dubaydan mashinadan yechtirib olib keltirib qo'yib qo'yganmiz bu yoqda. Xo'p, orqasiga qilingan ishlarni guruchtir nasatkalarigacha NNZdagi do'stlarimizdan chiroyli qilib svarkalarni qilib qo'yganmiz. Hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskalar adin-madin bo'lgan, kelib ko'raverasiz. Buni M4 Competition'ni rangidan podbor qilamizmi deganmizda, keyin uni Vinkodidan chiqartirib olib kelib sekkanmiz. Xo'p, bu restyling bo'lganda nima alishadi deganlar uchun savolga javob berib ketaman. Orqada bagaj qismini mana shu kusok alishadi. Mana shu kusokni o'zi alishadi. Bagaj qismini kusok alishadi. Bagaj alishmaydi. Bagaj o'zi qoladi. Mana shu kusok alishadi. Shunaqa beradi. Plastmassaviy, alyuminiy o'zini detalini. Orqa bamper zibori alishadi. Bu yoqqa yuramiz. Hop, orqa faralari alishadi. Oldi farasi, oldi bamperi, ikkita yon paroklari alishadi. Bo'ldi. Ustki ko'rinishi restyling bo'ladi. Shuni o'zi bilan. Endi biz buni black edition qilib sepganmiz, chiroyli qilib sachitani bo'lish uchun ham ruchkalarni hammasini chiroyli qilib qo'yganmiz. Agar bu mashinani siz keyingi niyat qilib olib beraman deb qo'ygan bo'lsangiz, yoki endi 180 mingdan 3 barobar arzoniga olib bergan bo'lamsiz, например 60 mingga. O'zi bizga 60 mingga bitgan bo'lsa ham 55 ga ham berib yuborish mo'ljali bor, okey? Kelsangiz, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Prosta bu mashinani bizda nima qildi? Echishligi mumkin-da. 60 mingga buni olgandan ko'ra uni olsa bo'ladi, buni to'ppa-to'g'ri uni olsangiz bo'ladi. Lekin biz shuni qila olishligimizni ko'rsatish maqsadida, pitichga qo'yish maqsadida, mana qila olamiz bizning servizdan shunaqa mashina chiqadi. Bir tarix holda-da bu ham. To'g'ri, qay darajada bo'lgan o'zingiz baho beraverasiz. Lekin bitta pitichkani qo'ydik. Salon qismini bitta ko'rsatasiz, ukajonim. Salon qismida to'liq holatda naturalniy ko'jalar bilan tikilgan Crazy Quartz ko'jalari. Asad o'rtog'im Uz Custom Pro bilan jigar bilan birgalikda sammesini qilganmiz. Bu ranglarni tanlab, mashinamiz to'liq holatda saloni o'zi bejviy bo'lganda, o'shaning uchun biz bejviy bilan kollaboratsiya qilib o'rganmiz. Buni alishtiradigan bo'lsa, gilamlargacha alishish kerak bo'lgan, o'shaning uchun eng to'g'ri yo'lni tanladi deb o'ylayman, okey? Men unda bo'lganingizda siz ham shunaqa ish qilgan bo'lasiz. Poliklarni qarang. Polikka oldini qo'yib beraman, orqasini qarang. Sifatni qarang, hurmatli operator, kamerangizda zo'r ko'rinadi deb, men ko'ryapsizmi? Okey. 1 yil garantiya beramiz polikka, okey? Umuman muammo bo'lmaydi. Mamlarni qarang, vorslarni qo'l cho'kib ketayotgan, uyda tufli duradigan gilamlar bo'ladi-yu, sheyxlarning uyida, xuddi o'shandan bo'lgan. Uz Custom Pro Asad o'zining logotipini qo'ygan bu yerda emlari, plus рабочий zonalarigacha. 1 yildan keyin kelsangiz, mabodo bizda polik qildirgan bo'lsangiz, рабочий zonasi yomon bo'lib ketgan bo'lsa, mana tekinga alishtirib beramiz, okey? Majollarni yetib ketaylik, tarixda qolsin bu narsalar ham. Xo'p, mashinamiz to'liq holatda bo'ldi, tayyor bo'ldi. Hech qanaqa ish qolmadi deyarli. Bitta tayyorobka qilib, beton qilib ko'rsatishimiz kerak edi bu mashinani. Videoga avvallik, keyin tayyorobkalarni qilib qo'yib qo'yamiz antki. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamiz sotuvda, holati zo'r. Deb o'tganimdek, noldan tikilgan. Saloni-yu, usti-yu, ichi-yu. Bunaqa qilingani O'zbekistonda hali yo'q deb qo'rqmasdan ayta olaman. Yana boshqa qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Mana gapirib beraman, video davomida ko'rasizlar. Qarang, bunga tablosini qo'yganmiz. O'zini M Competition'dagi elektronli Abdubori do'stimiz baraka topsin Xitoyga borganimizda olib bergan o'rtog'im rullarini qo'yganmiz, monitorlarni qo'yganmiz, skorost joystiklar hammasi alishgan. Ko'pincha katta ehtimol bilan torpedkalar tikilmaydimi bunaqa proyektlar qilinganda, okey? Unaqa bo'lmagan. Noldan bo'lgan hamma narsasi salonlarigacha shunaqa mehr bilan qilganmiz, aytib o'tganda bitta dona pitichkani qilib qo'ydi. To'g'ri, voy shu mashinaga 30 ming ham tiqib yuboradimi shuncha pul. Bo'lishi mumkin, okey, kimgadir. Endi bizda servis katta yo'nalishli ko'p, shuning uchun aytib o'tganda pitichkani qo'ydik, qildik. 180 mingdan 3 barobar arzoniga agar sizga 60 mingga kerak bo'ladigan bo'lsa, 55 mingga ham beramiz. To'liq holatda 2026 restylinga o'zgargan mashinamiz 89 ming, 90 ming deylik kilometr yurgan. Bundan oldin sepilishdan oldin hech qanaqa udar-budari bo'lmagan. Bitta orqadagi bamperim divizorini aytmasa, qolgan joyi yaxshi bo'lgan mashinamiz. Chisti ishqiboqchilikka qilindi, akalar. Agar sizlar ham shunaqa restyling qilish kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bizda 2026 qila oladigan Range Rover avtobiografiyani to'liq holatda body kitlari bor. 212 ni 13, 212 ni 214, 213 214 qiladigan, 213 normal AMG ni 63 AMG, 53 AMG xullas har qanaqasi olib kelib qo'yganmiz. GLS'larni ko'rib turibsiz, bunday bamperlarni, Maybach bor, GLS 450 restyling bor, X5 M Competition do restyling, Competition restyling har qanaqasiga olib kelib qo'yganmiz. Bo'lsa bo'ldi, okey, ishingizni bitirib beramiz. Murojaat qilasiz, to'xtamasdan taxminan bir 10 minut gapirdim deb o'ylayman. E'tiboringiz markazida aytib o'tganimdek X6 G71 kuzovda bo'lgan bu, hozir bo'lsa G06 kuzovda. Rahmat hammaga. Yana ancha ma'lumoti bor.
kelesi yog'ini ko'rsatib beramiz. Men aytgancha mashinamiz shumizatsiya ham bo'lgan, okey? Tayyor, olasiz, haydaysiz. Farlarni ko'ryapsizmi? Eng qimmat qo'yilgan. Orqa fari, oldi fari, xullas hamma sifatli narsalar bilan qilganmiz. Olgan odam baraka topib haydaydi. Salomat bo'linglar.